Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun so'zlaydigan temamiz vatandagi tajovuzchi Xitoylar bilan muhojiratdagi az bir qism tashkilotlarning o'xshashligi. To'g'risi so'zlaymiz qarindoshlar. Alloh muborak subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ular biz isloh qiluvchilarimiz deydi, amaliyotda buzg'unchilardir deydi. Mana bu oyatning ma'nosi mana bu tajovuzchi kafirlarningki har qandayligi bir buzg'unchilik qilsa, har qandayligi bir xato ish qilsa, hargiz o'zini biz buzg'unchilik qildik, xatolik qildik deb e'tirof qilmaydi. Hatto uning aksicha biz isloh qiluvchilarimiz, tuzatamiz deydi. Bunun misali bugun Xi Jinpingdan iborat bu kafir, bu zolim, bu Xitoy vatanimiz Sharq Turkistonda cho'rigan vaqtida butun dunyo Xitoyni sen Uyg'urlarga zulm qilyapsan. Aqsni o'ttiryapsan. Ya'ni bu kamplarga, turmalarga, ya'ni jazolarga so'rayapsan desa, Xitoy o'zini aqlab nima deyapti? Biz Uyg'urlarga zulm qilmayapmiz, kamplar, turmalarga so'lamayapmiz. Biz ularga dars beryapmiz. Biz ularni isloh qilyapmiz deydi. Mana bu Alloh muborak subhanahu va taolo 1400 yilning oldin nozil qilgan bu Qur'on Karimdagi bir oyat mana shu deganda bugun shu kafir ta qiyomatgacha bu zolim kafirlar buni deydi. Mayli tarixdagi Fir'avn olsun, Namrud olsun va undan keyingi mav kafirlar olsun, bütün kafirlar yana o'xshash. Shunga o'xshaydigan mana shu vatandagi shu kafirlar bilan shu kafirninki vatanimizda yurgizayotgan ishlar bilan o'zini aqlishi bilan muhojiratdagi shu Xitoylarga ishlaydigan sanoqli bu tashkilotlarningki qilayotgan o'xshashligini men sizlarga hozir qarindoshlar isbotli dalil bilan so'zlab beraman. Tajovuzchi Xitoylar vatanimiz Sharq Turkistondagi butun mol boyliklarini oltin zibizinnetdan tortib, uni asqa olgan az kelganda butun boylarimizdan bankalarda pullarni to'nlatdi. U az qoldi yerlarini oldi. Hatto yanchiqlik pulni oldi bu kafirlar. Hamma narsamizni oldi. Ammo keyin qayta qildi degan vaqtda biz Uyg'urlarga yordam qilyapmiz deb 2-4 kambag'al qarindoshlarimizni televizor ekranlarining oldiga chiqarib, uni 10 guruch taqitib, butun to'rttash yuqatlarga butun dunyoga taqitib. Ya'ni qiyinchilikda kambag'al Uyg'urlarga yordam qilyapmiz deb. Amaliyotda shu Uyg'urlarningki butun zamin, ya'ni oltin zamin bo'lgan, guhar zamin bo'lgan, qaqtish zamin bo'lgan bu Sharq Turkistonning tuproqlaridan chiqayotgan oltin kan neft bayliq hamma narsani elayotadi-yu. Amaliyot shu degan vaqtida bu kafirlar ana shu oltinning tupiga sap bu yashayotgan bu xalqni ana shu muhtoj holatga akkilayotadi. 2-4 milliondan biri bo'lgan shu 10 guruch taqib qo'yish orqali Uyg'urlarga yordam qilgan shaklda ko'rinib boradi. Mana qaraydigan bo'lsa, az bir qism sanoqli ba'zi dernek tashkilotlarcha butun dunyoning hamma yeridan Uyg'urlarimiz bu qarindoshlarimiz ham ba'zi davlatlarcha Uyg'urlarga yordam qilyotadi. Hatto Yevropada, misol Saudiya Arabistonda bo'lsa, nurg'un qiyinchiliklar bilan topgan teginni Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz qiyin kunga qolibdi. O'ykira Suriya, Amerika, yemek-ichmek va kaza qiyinchilik bo'lganda Ashadan evatgan yordamlarining naq pulini cho'rganda ko'pinchasini yanchiq qilib Muşup Qızılaydek, İHA'dek ba'zi Türkiye teşkilatlarının jiqqan un gurujlarini cho'rgan vaqtida buni taqitib qo'ygan bo'lib, go'shtlarni taqitib qo'ygan bo'lib, Yevropadagi dunyoning hamma yeridagi Saudiya Arabistonlik qarindoshlari mana masalanning evatgan pulini oldik, guruj oldik deb uni ko'rsatib, ya'ni bir xalt un gurujni 10 odam 10 tarafdan kelgan pulni ko'rsatib cho'rgan vaqtida uni rasmdagi taqitib, turlarga taqitib 10 guruj yordam qildik deb ana shu Yevropa, Amerika ham Turkiyadagi ba'zi davlat tashkilotlarining bergan narsinchi, naq pulni yanchiq qilib, 2-4 10 gurujni ko'rsatib qo'yib, buni tashviq qilib, bayni Xitoyning vatanda qilgan ishini chet elda qilyapti. Ikkinchi misol qaysi? Ikkinchi misol qaysi qarindoshlar? Ikkinchi misol tajovuzchi Xitoylar. Vatanimiz Sharq Turkistonda biz pasport olgan vaqtimizda, pasport olib chet elga chiqish degan vaqtimizda Xitoylar nima deydi? Birdan bo'ringa keldi. İşçi xizmetçilik kimni to'laysan deydi. Bir xizmetçi sen iyi bo'lib, bo'rin bo'lib, bu ish qanday xatolik chiqarmaydi, siyosiy bir ish chiqarmaydi degan vaqtida, endi keyin sana nima pasport beramiz deydi. Shuning bilan bechora Uyg'urlar shu atrofidan bir ishchi xizmetchini topdi. Topganda Xitoyga ishlaydigan, shundan maosh oladigan xizmetchidan birini majbur topdi.
tapqandan keyin ana shuni bo'rin qilib turib, uning amatda aqsh yana bir ish qilib yurib, aran tez pasportni, ya'ni 200 ko'yga turgan pasportni 400 ming ko'yga olganlar, 50 ming ko'yga olganlar, 1000 ko'yga olganlar, eng oxirida 200 ko'yga olganlar. Ama bir bo'rin qilib turib yurgan chet-elga chiqdi. Mana bugun qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir tashxanalik tashkilotlar bu Turkiyada qayda qilib o'tadigan vaqtida vatandaşlıkka sanva yoki vatandaşlık biz eptirimiz va kaza deyish orqali ama şu qarindoshlarimiz şu bağ vaqtlar qayda bo'lib o'tadiganda bizning ichimiz kimni tuniysa, bo'rning vami yoki dernekti ya tashkilotni ya atrofimizda kimni tuniysa, san uchun kipil bo'ladi. Ana Xitoy kim kipil bo'ladi degan gapni bu yerda qilyaptilar. Andan keyin o bichara o'chirgan vaqtda onlar için bizi yalvarıp, ya tunuşup, ya teşkilatga a'zo bo'lib, ya shuni qo'llashga majburlayapti. Ya shuni destek berishga, ya shuni pul berishga, aqsh qilishga majburlayapti. Şu tunuşlar orqali shu ya bir sanbaya, ikki sanbaya, battaki ne dunyoning o chekidagi, Saudiyadagi, Dubaydagi, Misrdagi shu boylig'imni telefon qilib, tarlikimizga bir tal san kelgan, chiqdilar san kelgan deyish orqali ondan 10 ming dollar, 5 ming dollar pul talab qilib jom baylarına vatandaşlık çıkıp kembegal biçare qarindoshlarimizni uchun ishimiz bo'lmayapti. Ana shularga uchirgan bo'rin talab qilyapti. Ana vatanda Xitoy bo'rin talab qiladi, vatanda Xitoy kipil talab qiladi. Ana chet elda shu bo'rin vami, kipilan vami, ha, gapning qisqasi nima degan vaqtida keyin chiqqanda pulan vami deganlar. Ana o'xshash shaklda cho'rgan vaqtida ana shu Xitoy o'xshash usulni mana bu yerda qo'llanyapti. Muş arkalık çördüğü vaxtıda Allah mübarek Subhanahu ve Teala cezanı ağam mu haram, cezanı bəgi mi haram ikilisi devzahtar degen mana muş ayetten hükümüge asasen tecavüzü Xitayla bu dünyada biz cehennemni kösetken az kelgendik, ahirettem cehennemni kösen dep cezanı mecbur qilganga o'xshash chet eldeki bazı teşkilatlı çördüğü vaxtıda ana şu vatandaşlık näsini bana qilib çördüğü vaxtıda hem cezanı ağzı otudu, hem cezanı belgiz otudu, hem dünyada azap hem ahirette azap içerisinde otudu. Ana şu qaraydigan bo'lsa qarindoshlarimiz vatanimiz Sharq Turkistonda cho'rgan xalqimiz shunda qiyinchilikda, namratchilikda, ojiz, ashunda qoldi. Ochliqda qoldi qarindoshlar. Ama chet elda cho'rgan vaqtida Uyg'urlar cho'rganda ana shunda qiyinchilik tushib qo'yapti. Nurg'un qarindoshlarimiz qaraydigan bo'lsak Turkiyaning har qaysi shaharlarda, har qaysi rayonlarda uyning kirasini to'layolmay, suv tukunini to'layolmay, attigandan kech ishlab topqil o'ziga yetmay, geliga yetmay, ash to'q yalang'och qilyapti. Ama lekin xuddi vatanimiz Sharq Turkistonda xalq, butun Sharq Turkiston shunda dunyodagi boy tuproqdan birisi. Shunda oltin kan neft chiqargan bir boy bo'lsa-mu, lekin xalq namaratga o'xshash chet elda Uyg'urlarga dunyoning hamma yerda yordam kelib turadi. Sadaqa zakatlar bulab turadi, ammo qarsangiz xalq namarat. Ammo ba'zi sanoqli dernek tashkilotlarcha uylari, mashinalari, binolari hammani bulab ketib boradi. Ana Xitoyga o'xshash. Hech qanday farq bo'lmaydi qarindoshlar. Hech qanday Xitoy bilan bu yerni hech qanday nima bo'lmaydi. Yana qaraydigan bo'lsak, vatanimiz Sharq Turkistonda cho'rgan vaqtida ba'zi Xitoyga sotilgan mollalarga, Xitoyga sotilgan sanoqli ziyoliyalarga, Xitoyda cho'rgan vaqtida 2-4 taldan pul berib, oylik 2 ming ko'm maosh berib, Sharq Turkiston to'g'risida da'vat qilmaydigan, yoki jihad to'g'risida oyat o'qimaydigan, yoki xalq uyg'onib bitirgan, muhim bo'lgan yerdan oyat Qur'onni o'qimaydigan, normal andoz tarixsini, usas tarixsini bunun qanaq kelsa tarixsini anday Osmanda oldigan. Adetdeki bir normal narsani so'ziltirgan, muhim majbulan so'z etmaydi. Yine Xitoyning 2-4 tal puluchu ana shu mollalarni cho'rga va haq so'z eshitgan yandirdi. Ammo haq so'zlaydigan mollalarchi Xitoyning turmasiga lagerga chiqib ketdi, ham shehid qilindi. Chetda qaraydigan bo'lsak, bu Xitoylar bevosita bermay qo'ldan qo'l o'tkazib qilib, ba'zi mollalarni cho'rga vaqtida Xitoy setib olib, ana shu mollalar hech qachon vatanimiz Sharq Turkistonga mejiyat qilish olsun, amaliy harakat qilish olsun bunu qildirmaydi. Hatta vatanimiz Sharq Turkiston deyishdi, ko'k bayroq deyishni, hatta buni murtad deydigan, kafir deydigan mana mush fatvalanchi Xitoyning mollalari 2-4 tal pul setilib bunday vatadi. Xuddi vatanimiz Sharq Turkistonga bir qilimiz deb bo'lsak, vatanchi millatchi deb uni aşındaq şekilde qalpaq yedirib, vatan deyenmeydiğen, Sharq Turkiston deyenmeydiğen, Sharq Turkiston amaliy ish qilinmaydigan bir holatni cho'rgan vaqtida o'ttirga chiqaryapti. Vatanimiz Sharq Turkistonda ulamolarimiz, olimlarimiz qaysi temir so'z qilamiz? Shu chet eldikicha, ana shu Xitoy chetilgan mollalar, olimlar ana shu temada cho'rgan vaqtida so'z qilinmayapti. O'xshash shekil, o'xshash usul. Hatto vatanimizda biz nurg'unlig'an
Alim ulemalarımızın acayip yaxshi kitaplarını anlaydık. O alim ustazı şu hazır Xitayning türmesinde çarp tugab ketdi. Ama chat elde turibmi? Chat elde yani kafirning zulmidan qutulib turibmi? Turkiyalik bir demokratik bir erkin bir davlat turibmi-chu? Vatanimiz Sharq Turkiston to'g'risida bir haqiqiy bir amaliy da'vat qila oladigan mollalarimiz sanoqliqdirdi. Ba'zi mollalar nereden kelgan pul o'zim bilmaydi. Ayda 3000 koy, 2000 koy shunday maaşları var. Ana shu maaşlardan ağır qilishdan qo'rqibchi vatanimiz Sharq Turkiston uchun haqiqiy Alloh taolaning kitobi Qur'on Karimdagi rasmiy vatanimiz Sharq Turkiston payg'ambarimizning jihodi Uhud jangi ham shunga o'xshaydigan payg'ambarimizningki amaliy harakatlarini tashviq qilmayotdi. Ham xalqimizda xuddi payg'ambarimiz Makkadan Madinaga hijrat qilib, yana Makka o'zining vatanini qutqizganga o'xshash, o'zining xalqini qutqizganga o'xshash, biz mana bu shunday o'zimizning xalqini qutqizish deydigan mana bu tabdonni yillar, 10 yillar o'tib ketib bordi, qilmayotdi. Suyumli qarindoshlarimiz, bunda deb kelsak intayin ko'p misollar bor. Aslida bugun qaraydigan bo'lsak, butun Sharq Turkiston xalqi butun dunyoda uyg'onadigan, butun dunyoda qo'zg'algan bir holat. Qaraydigan bo'lsak, Tibet deydi, Hong Kong deydi, ham bu dunyoning boshqa davlatlarida qaraydigan bo'lsak, xalqlar qo'zg'alib ketib boradi. Oylab, yillab, hattoki butun xalq qo'zg'alib namoyishlar elib berilyapti. Ammo lekin hech qanday shu oylab, yillab namoyish qilayotgan butun xalq qo'zg'alib ko'chib to'kilib ketib qolgan ana shu xalqlarning uchun beshilik zulm, beshilik qattiqchilik bizniki beshimizlik zulmninki 10dan 1 bo'lmasa mumkin. Ammo bizchi, bizda unda ish mumkin emas. Biz qaraydigan bo'lsak-chi, biz xalqimizni da'vat qilib, misol elib bersak, biz Adanada oila uchun namoyish qildik. Ammo faqat bu Adanadadan bo'ldi. Boshqa shaharlar, boshqa yezilchi qilmadi. Buning uchun ba'zi sanoqli tashkilotlar bu ishni engelladi ham to'sdi. Qaraydigan bo'lsak, Amerikadagi bir davlatda inamiz Solih Xudoyorlar necha oylab namoyish qildi. Payg'ambar bilan ulam shu sanoqli odamlar bo'ldi. Nurg'on odamlarni chiqarmadi. Ba'zi shu Xitoyga ishlaydigan ba'zi munofiq tashkilotlar hamma jihatdan buning oldini to'sib, xalqimizning ishonchidan ba'zi bir hukumat aqoratlar, iftirolar bilan qoldirish orqali ularni shu degan sanoqli bir kishilar bilan bo'ldi ham undan keyin u namoyish uchun vaqtli bo'lgandan keyin to'xtab ketdi. Yevropada qaraydigan bo'lsak, ana bir qarindishimiz bor. Bechora qarindishimiz o'zi Brazildan ishib ketdi, bu namoyishni davom qilyapti. Ammo lekin bu Yevropadagi bir Uyg'urning, Amerikadagi 10 Uyg'urning, Turkiya Adanadagi, Turkiyadagi sanoqli Uyg'urning ishi emas, butun Uyg'urlarning ishi. Lekin bu umumiy shaklda bo'lmayapti. Qaraydigan bo'lsak, Anqaraga kelgan necha kundan beri bechora onalar, 10 necha Uyg'ur onasi bu yerda da'vo qilamiz, tashviqot qilamiz deb hech qanday dernek tashkilot biz hech qasini yaqin kelmanlar biz o'zlikni bazon qilamiz deb bechora onalar Anqarada 5-10 kundan jo'g'ilib yuriydi. Faqat birliyakilar kirib shu zulm antaladi deb boshqa yerga uchun bechora onalar ularga bir bosh umralik uchun nurg'un qiyin jafolar bilan, nurg'un chiqimlar bilan churgan vaqtida tatqan jafoga loyiq natijalanmaydi. Faqat 10 ona. Asli bu Turkiyada 10 emas, 100 emas, balki minglarcha, 10 minglarcha Uyg'urninki ana shularga o'xshash vatanimiz Sharq Turkistonda turmalarda, lagerlarda ota-bola tuqqanlar bor edi. Hammamiz qilishimiz kerak edi. Nima uchun ummatan shaklda qo'zg'alanmayotimiz, ham buni harakatni davomlashtirmayotimiz. İstanbul'a qaraydigan bo'lsak, hozir qaraydigan bo'lsak, 10 necha yosh qarindoshlarimiz Alloh rozi bo'lsin, qiziq o'lib, shu kiyimlarni kiyib, shu kiyimlarga o'zining otasi urug' tuqqani Xitoy turmalardagi lagerlar qarindoshlarning rasmlarini chiqarib qilyapti. Ammo lekin ularning soni nima uchun ko'paymaydi? Yuzlagan, minglagan Uyg'ur buni qilolmaymiz. Buning sababi nada? Nadan to'silayotimiz? Nadan bu ishlar engellanyapti? Nadan buni to'sqinlik, buzg'unchilik qilinyapti? Yevropada qaraydigan bo'lsakmi, misolan, intayin danglik markalarning oldida shuni qarshi Xitoyning amalini olmasin degan tashviqot qilamiz deydigan ishlar bo'lyapti. Lekin bu ishlarni kunlak yoki haftalab bo'lib, undan keyin to'xtab qolyapti. Nima degan vaqtida izchil turda haqiqiy oylab, yillab davomlashgan vatanimiz Sharq Turkiston uchun badal to'lash bizlarda bo'lmayapti. Suyumli qarindoshlarim, mehribon qarindoshlarimiz, qaraydigan bo'lsak, ba'zi davlatlar o'zining davlatini qurish uchun yoki o'zininki beshlik zulm kufrdan qutulish uchun yoki umumiy cho'riga vaqtda o'zininki haq hurmat uchun yillab qurolli holatda cho'riga vaqtda cho'llarda, tog'larda, ko'llarda urush mujohid qilyapti, jihaddan qilyapti. Aç qilib, suvsiz qilib, yalang'och qilib, tog'ilda shunday yerga yetyapti. Biz cho'rigan vaqtida attiganda chiqib, kechchi yesak uyimiz va issiq. Ana shu holatda bir ko'k bayroq ko'tarib, bir qo'limizni bayroq ko'tarib, bir qo'limizda ota-onamizning urug' tuqqanlarimizning rasmlarini ko'tarib, aylab yillab namoyish qilish qilmoqchi, majolimiz, mag'durimiz, kuchimiz bo'lmayapti.
Amaliyotda bizdan shu bugun asli qurol ko'tarib chegaralarda tajovuzchi Xitoylarning shu intiqom oladigan vaqtimiz. Mavkafir davridan bugungacha vatanimiz Sharq Turkistonda Shiit o'g'illarning soni 40 milliondan oshirgan qarindoshlar. Buni unutib qo'ymaylik. Ana shu bugun vatanimiz butun dunyoda bor Uyg'urning Sharq Turkistonning soni 40 million yetib bo'lmasa yetmaydi. Demak, nima degan vaqtida Muşu Xitoyda 70 yil mobaynida 2 Uyg'urning birini yo'q qilib etdi, 100 Uyg'urning 50gini yo'q qilib ettirgan gap qarindoshlar. Bir oilada 10 Uyg'ur bo'lgan bo'lsa 5 Uyg'ur tugadi degan gap, urg'u jaddi jamoat. Yarim Uyg'urni yo'q qilib etgan gap qarindoshlar. Ana ashunda qalat o'tirliq bo'lsa, biz shu 40 million Uyg'urning intiqomini elish uchun cho'ligan vaqtida texichi chegaraning yana u yoqda bo'lsin, chat eldami bir qo'limizni bayrab, bir qo'limizni qurol ko'tarib namoyish qilinmayapmiz. Yalgan qurol olsun, yalgan tapancha olsun, simol şekilde. Biz Xitoyga qarshi ayol boladan tortib, oilamizdan tortib, Xitoyga qarshi canımızı berishga rozi. Vatanimizni qurish uchun, vatanimizni qarindoshlarimizni qurish uchun mana biz hammamiz askar deb o'tirg'a chiqamidik. Aslida bugungi sharoitda, masalan, Amerikaninki Xitoy bilan munosabati intayin nacharlashayotgan bir paytda biz asli Amerikada cho'rigan vaqtida yoki dunyoning hamma Turkiyada bo'lsin, nada bo'lsin, asli bir qo'limizda bayroq, bir qo'limizda qurol ko'tarib turib, oila urug' tuqqanlarimizning resmini kiyimlarimizni kiyib turib, ana shu qurolliq shaklda yalg'on qurol bo'lsin, bolalarimiz uyanchiq tapancha, ayollarimiz uyanchiq, o'zimiz uyanchiq tapancha tutib turib, biz Xitoyga qarshi biz amaliy urush qilishimiz kerak. Xuddi Turkiyami PKK, PYD bütün terörlardan Türkiye devletini qo'g'dayman deb askar urush qilyapti. Çanakkale'da urush qildimi Turkiyani qo'g'daymiz deb qildi. Ana shunaqa o'xshash cho'rigan vaqtida biz vatanimiz Sharq Turkistonni qo'g'dash uchun urush qilishimiz kerak. Qurolli urush qilishimiz kerak. Mana biz Sharq Turkistonni qutqarishga mana biz tayyor. Bizga bu hayot kerak yo'q. Bizniki vatanimiz Sharq Turkistonda ota-ona urug' chiqqan qizlarimizga Xitoy tajovuz qilyapsa, mal dunyomiz talon-taroj qilyapsa, kun bir qo'lga qarindosh shiyib qilyapsa, bizning bu yer yashaganimizdan nima ajdi? Biz ya vatanimizni qutqizib vatanimizda yashaymiz yoki vatanimiz chegaralar Shiit bo'lishga rozi deb, aslida butun dunyoda bir qo'limizni qurol ko'tarib, uyanchi qurol bo'lsa-mu, bir qo'limizni bayroq ko'tarib turib, kuchimizga butun Sharq Turkistondagi urug' tuqqan qarindosh olim ulamo ziyolilarning rasmini shu kiyimni kiyib turib, butun dunyoda qo'zg'alib namoyish qilishimiz kerak. Amaliyotda shu degan vaqtda mana mushunday ish qilishga bosh bo'lib, buni o'g'irlashtirish u yoqda tursin, lekin buni to'sqinlik qilgan ishlar mavjudlayotir. Shuning uchun butun Sharq Turkiston xalqi ma'lum tegi buzuq, ichi buzuq bo'lib ketgan, ham kelayotgan iqtisodiyotning manbasini qo'ymagan, Xitoylarga setilib ketgan, vijdoniy iymoni Xitoylarning bo'lib ketgan, mana bu shu xoyillarningki ozdirishiga, mana bularningki vaqtni keyin susishiga, mana bularningki yeni mikrga biz chirib ketmay, qarindosh ayri bir jalda bir to'lab qo'ygan shu varaq aldanib ketmay, biz butun dunyo ummatan qo'zg'alib ketib, Sharq Turkiston xalqi Xitoylarga qarshi o'zimizning tayyor ekanligimizni ifodalashimiz kerak qarindoshlar. Chunki butun dunyo bugun Xitoyga dushman bo'lib, o'ttirliq chiqyapti. Ba'zi bir sanoqliq mayli biz bilan din qarindosh deb olgan, qon qarindosh deb olgan, mayli insoniy qarindosh deb olgan Xitoyga setlagan 40-50 davlat bo'lgan bilan amaliyotda 150 dan ko'p davlat butun Sharq Turkistonga destek berib, Xitoylarga qarshi chiqyapti. Bizning ko'zimiz Xitoylarga destek bergan sanoqli xoin davlatlarni ko'rsa, Xitoyga destek vermegen 150 dan ko'p bo'lgan, Xitoyga qarshi turgan, bizga ega bo'lgan bu davlatlarni ko'rmasa, bu bizning joyligimiz, nadoligimizga qarindoshlar. Shuning uchun biz butun dunyo Xitoyga dushman bo'layotgan, Xitoyning rezilligini, nizlikini bilayotgan, vatanimiz Sharq Turkiston intayin xatarlik bir holatga qo'yayotgan bu davrda vatanimiz Sharq Turkistonni qutqizish uchun butun jonimiz, melimiz bilan o'ttirga chiqishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun mana bizning mush yo'lga boshlaydigan kim bo'lsa, tashkilot, dernek va jamiyat bo'lsa, biz bunga ergashishimiz kerak. Kim bunga bizning rag'batlantirmasa, bunga chiqaman desak, bunga boshqa kishilarning keyindan iftirot hukmat pishti qilsa, mana biz bularni Xitoyning xoin deb tunishimiz kerak qarindoshlar. Chunki bugünkidek kunda biz kim bo'lishimizga qat'iy nazar, bir-birimizning shaxsiy adovatimiz bo'lsin, yaxshi ko'rmaydigan bo'lishimizga qat'iy nazar, biz bir-birimizga Xitoyning cho'ng dushman emas qarindoshlar. Shuning uchun biz hammamiz ummatan birlashib turib Xitoyga qarshi harakat qilgan yerda. Qolgan shaxsiy adovatlarimiz, muomalalarimiz bo'lsa, vatanimiz ozod bo'lgandan keyin deyishib olsa qiladi, kelishib olsa qiladi. Yaman ochiqimiz chiqmay qolsa, shu maydonda urushib olsa qiladi qarindoshlar. Bir-birimizning ochiqimiz elishib olsa qiladi. Ammo bugun biz bir-birimizga qarshi ish qilgan emas, tajovuzchi Xitoyga qarshi ish qilgan yerda. Mana bu bayrog'imiz bizga ro'shan bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Qarindoshlarimiz ko'p so'zlab saldim to'g'ri tushuninglar, chunki da'di ko'p odam ko'p so'zlab qoladi. Bizning da'dimiz intayin cho'ng qarindoshlar. Vatanimiz Sharq Turkistonda hatto ba'zi aliyalar, olimlar degan gaplarni cheteltirib deyman vatanimiz. O'tganda ma'vu vatanimiz Sharq Turkistonning Xotin shahridagi ilmiy muallim bo'lgan
bir muallimimiz var. Şu muallimden bir gapini anlab qoldik qarindoshlar. Nima deydi? O'sha hammamizga birdan varaq taqib, dardini yozsa, 3 kun yozib o'tmaymiz deydi. Bir-birimizdan dardini o'qsak, "O, buni dardi yamanchiq, bu salam olay" deb qilibdi. Hayraga kelamiz deydi. Hatto men dardimni yozib qilib qolsam, necha aytib o'tmayman deydi qarindoshlar. Ash gapning o'zi yetarli. Buni men chet elda mutlaqo aql ziyoli olamlarimiz deyapmiz. Og'zimizni nima to'qlayotdi, qalamimizni nima kesayotdi, yo'limizni nima to'sayotdi, biz buni bilamiz qarindoshlar. Shuning uchun asli biz bugun muhojirat tushadigan vaqtida butun dernek boshliqlari, tashkilot boshliqlari, butun o'zimizningki mulklarini setib, mashinalari, uylari, hatto yerlari, butun bayvolat nechadan yer o'ldirilib ketgan mashinalar tashkilotlar var. Bu kambag'al, och, suv tok butulgan mavatqa yerda bu dernek boshliqlarining, tashkilot boshliqlarining nechadan mashinasi, nechadan uylari, tuproqlarning bo'lib ketishi bu xiyonatdan ham haromdan boshqa narsa emas. Biz çoxum şu dernek başkanlıkları, teşkilatlar durus olsak, haqiqiy sağlam olsak, biz aşı kollarımızdaki maşinlarımızı, öylerimizni hemen setip durup bu davaga desmeye kalışımız gerek. Hem işimizdeki tüm el yetimler için yardım kalışımız gerek qarindoshlar. Çünkü o ularning haqqi. Qaraydigan bo'lsak, dernek teşkilat niman hech qanday hunarimiz yo'q, tijoratimiz yo'q. Ammo bu pul nereden keldi? Albatta bu pulning kelish manbasini aniqlashimiz ham bu pullarimizni vatan davosiga sarf qilishimiz kerak qarindoshlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ana şu kadar ganimetler oldu, şu kadar cihatlar oldu. Bütün ümmetni birlik keltirdi, bu kadar zafer kazandı. Bu Peygamberimiz dünyadaki şu zaman en bayvası oldu. Ama dünyanın kitirgan vaqtlarcha avlodlarga hech qanday narsa miras qoldirmadi. Faqat bir imanni, bir haq davoni miras qoldirdi qarindoshlar. Ammo lekin hozir qaraydigan bo'lsak, va sanoqli tashkilotlarning boshqalari ular ketib qolsa, ularning baldırgıçı uylari, zamonlari, mol dunyolari miras qilib qoladi. Teqi Peygamberimizlik mücadele bergan, jihad qilgan, vatan davlat ozod qilgan yeri yo'q. Hech chiqmay turib bulayotgan ahvol bu. Shuning uchun suyimli qarindoshlarimiz, butun xalqimiz o'zimizning haqqini qo'g'dashni bilaylik. Tul ayollar, yetim bolalar, ana shu dernek boshliqlari, ana shu netjadi uylar ulab ketgan, zamonlar ulab ketgan, ana shularga berib bu bizning haqqimiz. Sen uyingni sot, zamoningni sot, mashinangni sot, buni bizga bo'lib bersan, biz buning bilan vatanimiz Sharq Turkistonning davosini qilamiz deyish kerak. Buni butun xalq qo'zg'alish kerak. Buni bermay qolsa shu turishliq davlatlar farz qilib turib, mana bu bizning haqqimizdir, buni bizga epran deyish kerak. Mana bu şekilde biz davani qilishimiz kerak qarindoshlar. Bir davlatni qurish uchun pul yig'ib davlat qurolmaydi qarindoshlar. Pullarimiz sarf qilib quradigan gap qarindoshlar. Mal dunyolarimiz sarf qilib qilishimiz kerak. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemning zamonida Hazreti Ömer radhiyallohu anhu o'zininki mal dunyosiniki gerimini butun davaga atib yani şu Peygamberimizin vaqtidagi ana şu cihat qatıydı. Lekin müşrik kafirlarga qarshi urushadigan. Mana asli bugun butun Sharq Turkistonlik chetan nurg'un baylar. Osiyodagi 10 cho'ng bayning birisi shu Uyg'ur, Turkiyadagi cho'ng baylarni qatorlashadigan Uyg'ur baylar bor. Ana shular Hazreti Ömer radhiyallohu anhu o'xshash butun bayliqlarga yerimini sarf qilolmasanglarmi? Undan bir sarf qilib qolsanglar, vatanimiz Sharq Turkiston uchun nurg'un ish qilib bo'ladi. Hazreti Ebu Bekir radhiyallohu anhu ismini chiqisini almashtirib qo'ymagan bo'lsa, hatto butun mol dunyosini ekilib atib o'tdi. Peygamberimiz sağma azroq qolsin dedi. Qarindoshlar, biz sizlarniki mol dunyosini yerimini hammani berib o'tang demaymiz, ham deyolmaymiz. Ammo lekin bar iqtisodinglarni eng az İslamdaki, şeriattaki zakat keladigan 10dan birini, 40dan birini olsa-mu, bu Sharq Turkiston davası atana deymiz. Buni dernekliga, tashkilotlarga mana o'xshash bu da'vo qilayotganlarga yordam qiling demoqchi emasman. Qilayotgan naq ish qil. Sen bir qila olamsan, ne ish qila olaysan? Qancha pul ketadi? Ammo qilsan, qilolmasang, ma'qul hasilab yandirsan deb turib qilish kerak. Buni berib qo'yib, buni surqanmaydi ekamiz. Oxiratda Alloh berguchidimmi, ham shu destek bergandimmi, ham destek olg'uchidimmi, buni surqanadi qarindoshlar. Hozir qaraydigan bo'lsak, yanchiqiga pul to'playdigan, qo'shaq samayatidigan, o'tin elib, mashina elib, uy elib, hamma narsa o'zining shaxsiy mulk qilib olganlarni destek berayotganlar, samirtayotganlar. Qo'shqa etilib qo'ygan o'xshash, qo'shqa yerilib, butun yegan harom narsasi qarnına tükelgan vaqt to'xtamsizlarimiz buni bilmadik.
Ammo lekin haqiqiy haq da'vo qilib, Alloh yo'lida cennet melin hayotini fido qiladigan qarindoshlarimiz-chi, ularning yan chiqarib pul yo'q. U yerdan bu yerga vadagan pul yo'q. Pul olsa nurg'un ish qiluvchilar. Ha? Ba'zi dernek başlıklarınınki, ba'zi teşkilatlarda bu pul bizim kulumuz ulaq qilib qolsa, biz hozir qilayotgan siyosatni yüzdes qila olamiz. Amaliyat şu pul bilan biz qilgan siyosatning ondan birini qilayotgan qilinmaydi. Biz degani men yüzemdan demeyeceğiz. Ba'zi muhacirat qaraydigan bo'lsak, dunyoning hamma yerida da'vo qilayotgan qarindoshlar bor. Yo'q bir iqtisodi bilan, nurg'un jafalar bilan da'vo qilyapti. Ammo ba'zi tashkilotlar ba'zanliklar bor. Milyonlagan puli bor. Milyonlagan shaxsiy mulki bor. Nurg'unlagan to'plagan nereden kelganini bilgan olmaydigan uy va zamona va mashinalar bor. Qilayotgan da'vo qilsak, vatanimiz Sharq Turkistonnikichi dadiga qolmaydi. Shuning uchun xalq intayin uyg'onishi ham o'ylanish kerak. Vatanimiz Sharq Turkistonni qutqizish uchun butun ahli Sharq Turkiston birlikda qo'zg'alish kerak. Hatta bugün kadar dava qilmayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ba'zilar bularni tillaydi, hatto bular xoin. Bular dava qilmaydi, Xitoy qarshi bayroq ko'tarmadi, oq chiqmadi, ko'k chiqmadi, bular munofiq deb tillaydiganlar. Bu dava qilgan, dava oldiga chiqqan, bu dava uchun kecha kunduz tirishayotganlarni tek xoin desangiz, ularga hukmat qilsangiz, ularga iftira qilsangiz, ularning yo'lini to'ssangiz, ularning yo'liga tash qo'ysangiz, ularga kecha kunduz haqorat qilsangiz, dava qilib janna vaqti desangiz, qo'shqana vaqti desangiz, obro'y uchun qilyapti desangiz, ana u bichorlikda da'vo qiladi. Bu bichorlik 2 kun sesib ketib qolarmanki, til ahonatilar shu xalqning nazaridan tushib ketib qolarmanki deb qo'rqib da'vo qilolmaydi. Siz da'vo qilgan haq da'vo qilgan kishilarni qo'llang, quvvatlang, yulang. Maqtamasangiz tillamang. Endi shundan bilan butun dunyolik Sharq Turkiston ahlichi bu da'voga o'zligidan kiradi. O'zligidan qo'zg'aladi. Vatanimiz Sharq Turkistondagi o'zining urug' tuqqan do'st shaharlarini qutqizish uchun, mal dunyolarni qutqizish uchun, o'zini ham o'zining oilasini qutqizish uchun, vatanni qutqizish uchun harakat qiladi. So'z etsaq gaptular, to'k etsaq dattular qarindoshlar. Yupimni mushada aqllashtiraman. Alloh muborak subhanahu va taolo vatanimiz Sharq Turkistonda bir kun bo'lsin burun azod qilib nasib qilsin. Allah mübarek subhanahu ve teala vatanimiz Sharq Turkistonning azodligini o'zimizdan ko'rib nasib qilsin. Allah mübarek subhanahu ve teala vatanimiz Sharq Turkiston bu azod bo'lgandan keyin, mustaqil bo'lgandan keyin haqiqiy bir dunyodagi birdan-bir go'zal videolar qilib qo'ygan nasib qilsin. Ana shu davlatimizningki bizga o'xshash butun dunyoning hamma yerda makonsiz, yurtsiz, vatansiz yo'qolib yurgan butun mazlumlar quchoq ochalaydigan bir Sharq Turkiston Allah bizga nasib qilsin. Allah Teala vatanimiz Sharq Turkistondagi butun qarindoshlarimizni qutqazsin. Butun mazlumlarni qutqazsin. Allah bizga yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qarindoshim Abdug'ay Bog'raxon.